Assalomu alaykum, privet. Hamma yaxshi o'tdimi? Hurmatli YouTube Doktor Ischanov kanalining tinglovchilari va obunachilari, orangizda ko'pchilik kommentariya izohlarga miyani aktivligini oshirish uchun qandaydir mashqlar bormi? Shunga tavsiya qilib umumlashtirilgan bir mavzu chiqarsangiz deb so'rabdi. Mayli, bugungi mavzu sizlarni aqliy faoliyatingizni yaxshilash uchun, miyani shu ochilmagan qirralari ochilib ketish uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib bermoqchiman. Bo'lmasam boshladik. Birinchi navbatda bir narsani bilingki, miya har doim bir xil ishni bir xil bajaraversa, shu narsaga o'rganib qoladi. Hamisha miya uchun qandaydir yangi jismoniy hamda aqliy mashqlar, bunda yangi hujayralar, yangi neyronlar, o'zgacha impulslar hosil bo'lishiga turtki beradi. Misol uchun bunga misol keltiradigan bo'lsak, velikni birinchi marta haydagan paytimizda bosh miyamiz buni uddasidan chiqa olmay bir necha marotaba biz yiqilib tushamiz. Qiyin bo'ladi, qo'rqamiz ham. Ammo biz velikni haydab o'rganganimizdan so'ng bilingki, miya shu narsaga moslashib, u yerda maxsus velikni boshqaradigan tizimni markazi yaratadi. Shunga asosan keyingi safarlar endi bemalol velikni haydab ketaveradigan bo'lasiz. Velik haydagan odam darrov tez o'rganadi, samokat haydashni yoki mototsikl, moped haydashni tez boshqarib ketadi. Velikni hali boshqara olmaydigan odamni mototsiklga yoki samokatga o'tirg'izsangiz, u yiqilib tushishi mumkin, qo'rqishi mumkin, eplamaydi. Demak, asta-sekinlik bilan miya biron bir mashg'ulotga o'tadi, o'rganadi, shuni o'zlashtiradi. Lekin qarib qarasangiz, kimdir birov velikka qo'lini qo'yib yuborib haydaydigan bo'ladi, kimdir tikka turib haydaydigan bo'ladi. Bu narsa tobora yangi jihatlarni o'rganishi bilan miyani ham yangi o'choqlarini, markazlarini hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, aytaylik, biz hamisha har doim bir xil ishni bajarishimiz bu miyani aktivligini tobora so'nishiga olib keladi. Shuning uchun ham biz qarilik davrimizda qaysidir ishlarni bajarmay qo'yganimiz uchun aytaylik, bo'ynimiz yaxshi ishlamay qoladi. Erinamiz, dangasalik qilamizda, belimizni bukmay qo'yamiz. Mana boshimizni tizzaga yoshligimizda juda ham ko'p marotaba olib boramiz. O'tirgan paytimizda ham uni qilamiz, buni qilamiz. Shu bilan qornimiz ham yo'q bo'lib turadi. Yoshimiz katta bo'lgandan so'ng biz na mostik qilamiz, na boshimizni tizzaga olvoramiz, na umbaloq oshamiz, na mostik turamiz, to'g'rimi? Hattoki yerga egilishni qilmay qo'yamiz. O'tirib olamiz. Mana shu doimiy qilish kerak bo'lgan mashqlar, harakatlar qilmay qo'yishimiz oqibatida tanamizni asosiy shu joylari, shu sohalari yaxshi ishlamay boshlaydi. Shuning uchun ham yosh 40 dan o'tgandan keyin juda ko'pchilikda, почти 90% odamlari qorni katta bo'lib chiqib ketadi. Bellaridan ham yog'lar bog'lab ketadi, chunki u yerlar ishlamay qo'yadi. Bizni hamisha ishlab turadigan joylarimiz esa yog' bosmaydi. Til yog' bosganini ko'rganmisiz? Yo'q, til hech qachon yog' bosmaydi. Mushakdan tashkil topgan. Barmoqlarimizni mana, qarang, mana shu qavatlari kimlardadir shishib ketishi mumkin. Suv to'planadi, lekin yog' bosmaydi. Chunki doim harakatda. Qo'llarimiz ham, demak, bizni eng kamdan kam semiradigan joylarimizga e'tibor bersak, u joylarimiz ko'p harakatlanganligi uchun. Agar biz shu joylarimizni harakatdan to'xtatsak, susaytirsak, u joylarga ham yog' yetib boradi. Bormaydi emas. Ammo eng birinchi e'tibor bersangiz, semirish qorindan boshlanadi. Qorin yog'i belga o'tadi. Bundan tashqari songa o'tadi, orqaga o'tadi, bo'yinga o'tadi. Mana qimirlamaydigan joylaringiz. O'zi qorni bor, lekin qo'liga qarasangiz, qo'li normalniy, yog' bosmagan hali, to'g'rimi? Sekin bo'laveradi. Asta-sekinlik bilan yog'lar mana bu joyga kimlardadir chiqib bilqillaydigan bo'lib qoladi. Miya ham shunaqa. Qaysidir mashqlarni, ishlarni bajarmay qo'yishingiz bilan u qarishga o'tadi. 40 yoshdan keyin pastda yugurmaysiz. Shuning uchun ham yuragingiz charchab, xoliqlab qolasiz. Salgina tez harakat bilan o'zingiz tamom bo'lasiz. Hozir 40 yoshlilarni 90% ni vajohatiga qaramang, o'zi bilan o'zini kurashtiring. Turgan joyida 10 marotaba o'tirib tursa, 1 soatgacha hansiragani ketmaydi. Yoki 4-etajga, tepaga, pastga tush desa, 1 soatgacha keyin xoliqlab qoladi. Bu narsani bajarmay ketgan, bu narsani yillar davomida bajarmay qo'yganligi uchun bo'lmoqda. Agar u bajarib yurgan bo'lsa, u xoliqlamaydi. Chunki uni organizmi, yuragi, miyasi bunga moslashib yurgan bo'ladi. Demak, miyani hozir aktivlashtiradigan mashqlar ham biz qilmay qo'yadigan yoki qilmaydigan ishlarni qilishimiz bilan aktivlash imkoniga erishamiz. Aytaylik, o'ngga qaymasiz, yozishlarni chapga o'tiring. Kundalik
turmush tarzingizda qiladigan ishlari o'ng qo'lda emas, iloji boricha chap qo'lda qilishni boshlang. Bu albatta sizni miyangizni faoliyatini yanada yaxshilaydi. Ayniqsa talabalarga juda kerakli. Bu yangidan-yangi sizni miya hujayralaringiz hosil bo'lib, xotirangiz kuchayishiga yordam beradi. Diqqatingiz kuchayishiga yordam beradi. Chunki bu ishni qilish uchun miya yangi o'choq, yangi markaz, yangi neyron, yangi impulslarni kashf qiladi. O'zidan yaratadi. Shuni chiniqtiradi. Aytaylik, siz biron bir ovqat pishirish paytida kartoshkani mana shunday o'ng qo'lingiz bilan pichoqni ushlab archirdingiz, ha? Endi shuni chap qo'lda pichoqni ushlab artib ko'ring, sizga qiyinchilik tug'diradi. Albatta bu qiyinchilikni davom qilsangiz, yengilligini ko'rasiz. Xuddi shu tariqa ertalab turdingiz yoki kechki payt tishlaringizni yuvish payti zubli cho'tkani o'ng qo'lda emas, endi siz chap qo'lda olib ishlatishni boshlang. Chap qo'lingizda ishlatishingiz boshida qiyin bo'ladi, lekin 3, 4, 5, 10 kunlarda siz chap qo'lingizni ham почти 90% ga xuddi o'ng qo'ldagi kabi tishlari yuvib, uddasidan chiqib harakat qila boshlaysiz. Ana shu уже sizni miyangizda aktivlik yana oshdi deganidan darak beradi. Yozish ham shunday. Yozish bir muncha murakkab. Bunda yozishda nafaqat jismoniy harakat, balki milki mayda motorika ham, ichki nutq ham, hamda ijod miyani qismlari ham rivojlanishiga to'g'ri keladi. Chunki ruchkani oddiy bir ushlaganingiz bilan ish bitmaydi. Yozish uchun uni ma'lum bir mayda yuvilir harakatlarga keltirishingiz kerak. Va bunda miyani juda ham yaxshigina trenirovka qilganligingiz uchun agar chap qo'lda ham, o'ng qo'lda ham yozish uddasidan chiqsangiz, boshqalarga nisbatan sizning miyangiz yanada yosharadi va yanada aktivligi oshadi. Aytgancha, chap qo'lda yozishni o'rganganlar bormi orangizda? Izohga o'zingizni belgilab qoldiring. Ha, men borman deb. Keyingi o'rinda har qanday o'ng qo'lda qiladigan ishlaringizni agar sizga zarar kelmaydigan bo'lsa, misol uchun yaxtani yoki paraxod, samolyotni o'ng qo'lda boshqarib yurgan bo'lsangiz, bu safar endi chapda boshqaraman deb duppa tashab qo'ymang, mashina avariya qilib. Mashina poshinani u bu joyga olib borib urib, bunaqa vaziyatlarni qilmang. Qaltis qiyin ishlarga o'zingizdan ixtiro yasamagan ma'qul. Faqat oddiy kundalik yumushdagi har qanday vaziyatlarda o'ngni emas yoki chapaqay bo'lsangiz chapni emas, o'ngni qarama-qarshi qo'lingizni ishlating. Oyoqda ham xuddi shu tariqasida. Oyog'ingizni ham kap to'pni tepgan paytingizda doim o'ngda tepadigan bo'lsangiz, endi bu safar chapda teping. Chapda ham mana shunday gol urishga harakat qiling. Boshida charchoqni miyada his qilasiz, lekin sekin-sekin tobora o'rganganingizdan keyin yanada yengilroq miyada turli-tuman mashqlarni aktiv bajaradigan bo'lasiz. Aqliy faoliyatingiz, fikrlash doirangiz yanada kengayishni boshlaydi. Keyingi o'rinda tavsiya, ko'zni yumib biron bir mashqni, biron bir ishni, buyumni bajarib, uni tanishga, qila olishga harakat qiling. Lekin bunda sizga jarohat yetib kelmasin. Aytaylik, dush qabul qilib turibsiz. Mana dushni qo'lingizda ushlab, gohida shunaqa yuvinasiz-ku, ushlag'ichi bor. Taroqqa o'xshagan shu. Ana shu narsani endi siz bu safar mana o'ngda emas, chap qo'lda ushlamoqdasiz, chunki siz o'ng aqaysiz va bu paytda siz endi ko'zni ham yuming. Dushda turgan paytda, suv tanangizga tushib turgan paytida aksariyat holatlarda muvozanatni ushlashingiz ko'zni yumishingiz bilan qiyinlashib qoladi. Bu miyangizni esangratib qo'yadi, lekin birinchida, ikkinchida, uchinchida qiyin bo'lgani bilan keyingilarida eplashni boshlaysiz. Bu sizda yanada miyada yacheyka, pamyat ochildi, yana bir megabayt ko'paydi deb hisoblang. Chunki qila olmaydigan ishingizni endi qilishni o'rgandingiz. Keyingi tavsiya, shu ko'zni yumgan holatda kundalik yumushlarni bajarish. Aytaylik, kechki hojatga turmoqchisiz. Chiroqni yoqmang. Shunchaki o'ylang, oxirgi paytda qaysi jihoz qayerda turgan edi. Ko'zingizni yumib, o'sha narsani eshikka ushlag'ichini toping, yuring, harakat qiling. Qayerda o'sha unitazni suv jo'natadigan joyi, qo'l yuvadigan jo'mragi qayerda? Bu ishlarni doim qilib yurganingiz uchun miya o'rganib ketgan, lekin endi bu safar siz ko'zingizni yumib qorong'uda qilayotganligingiz uchun miya o'zida yana yangicha hujayralarni ixtiro qilib yaratadi. Bu esa sizni kelgusida aqliy faoliyatingiz aktiv bo'lishiga juda katta yordam beradi. Lekin chorrahalarda, svetoforlarda ham ko'z yumib o'tishga harakat qilib o'tirmang, yoki mashinada yoki velika. Bunaqa vaziyatlarda u yomon bo'ladi. Endi keyingi tavsiya, ertalabki doim qiladigan ishlaringizni o'rnini almashtirib qilishga harakat qiling. Misol uchun, ertalab turib siz qandaydir o'zbekcha yoki ruscha qo'shiq eshitadigan bo'lsangiz, bu safar yoki xitoycha yoki
inglizcha qo'ying. Shunday boshqa tilni tanlangki, o'sha tildan bir single bo'lsa ham siz tushunadigan bo'ling. Agar ertalab mana shunday yangicha boshqa, lekin sizga sal tanish bo'lgan tilda qo'shiq eshitsangiz, miya uni ichidan sizga tanish bo'lgan so'zlarni axtarib topishga urinadi. Shu jarayonni o'zi ham miyani anchagina dadilligini oshirib beradi. Tushundingizmi? Misol uchun mana jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride. Ko'rdingizmi? Nimadir so'zi, albatta siz periodini topdingiz. Jumlani o'zini tarjima qilmagan bo'lsangiz ham miya harakat qildi. Oldin qaysi so'zni siz bilardingiz. Shu bilan demak miyangizga turli tuman mana shunday notanish, lekin ozgina bo'lsa ham tushunukli tildagi qo'shiqlarni bersangiz, yanada aktivlashishiga turtki bergan bo'lasiz. Keyingi tavsiya, har kuni 10 daqiqa bo'lsa ham turli buyumlarni teskari qo'yib, uni odatdagi shaklini tasavvur qilishga harakat qiling. Misol uchun, telefoningizdagi fotolarni telefoningizni teskari qilib bir qator ko'rib chiqing. Oilaviy suratlaringizni yoki uyingizdagi qandaydir fotoni oilaviy teskari qo'yib, uni ko'rib, qarab turib, o'ng holatini tasavvur qilishga harakat qiling. Bundan tashqari, kitob yoki so'zlarni teskari holatda o'qishga harakat qiling. Bundan tashqari, turli so'zlarni teskarisini aytishga harakat qiling, ifodalashga. Misol uchun aytganda, mana assalomu alaykum. Kim birinchi teskarida kommentariyaga yoza oladi ekan? O'ylab, hech qayerga qaramasdan, shunchaki o'ylab, miyada, kallada harflarni teskari joylab yozing. Assalomu alaykum so'zini siz necha marotaba o'rganib ketgansiz yozishni. Lekin buni hozir bittada teskaricha shu so'zni oxirgi harfidan boshlanib boshida yozing. Teskarisiga yozing shu so'zni, assalomu alaykum deganni, qanchalik miyangiz qiyinchilikka uchrab qoladi. Xuddi shu tariqasida siz gapirgan, aytgan paytlaringizda ham o'ylab turib, har kuni 1 yoki 2-3 ta so'zni ham yozilishini teskariga aytishga harakat qiling. Ham uni aytilishini harakat qiling. Bu sizda yanada miyangizda rivojlanishlar bo'lishiga ancha samara turtki beradi. Keyingi tavsiya, uyingizdagi jihozlarni joyini o'zgartirishga harakat qiling. Har doim oyda bir marotaba bo'lsa ham turli tuman jihozlarni har joyga o'zgartirishingiz miyangizda yangi aktivlik faoliyatini bajaruvchi o'choqlar, hujayralar hosil bo'lishiga yordam beradi. Siz o'ylamang, har kun bu narsalar bajarilib turgani bilan oson deb. Yurish qanchalik qiyin ekanligini yurmoqchi bo'lib urinayotgan boladan ko'ring. Gapirish qanchalik qiyin bo'lishini gapirmoqchi bo'lib endi tili chiqayotgan boladan ko'ring. Ko'rish qanchalik mushkul ekanligini operatsiyadan keyin ko'rayotgan insondan ko'ring, so'rang. Yurish qanchalik kerak ekanligini va bu qiyin amaliyot ekanligini oyog'iga gips berilgan odamdan ko'ring. Oyog'iga gips qo'yilgan odamdan so'rang. Keyingi tavsiya, turli tuman aromatlari, hidlari bu naparnik bilan ishlaydigan mashqqa. Uni ushlamasdan, ko'rmasdan topishga harakat qiling. Aytaylik, sizga sodani beradi yoki tuzni beradi yoki shakarni beradi. Burningizni oldiga qoshiq bilan yaqinlashtiradi. Siz uni hidini ko'zingiz yumuq boylangan holatda his qilib, nima ekanligini topishga harakat qiling. Hayotdagi oddiy narsalardan jumboq axtarib, nimaga bunday bo'lganligini topishga harakat qilib ko'ring. Misol uchun, supermarket, katta gipermarket magazinlarga kirasiz, to'g'rimi? O'sha joyda polkalarda turgan, tokchalarda turgan ozuqalari turishini bir ko'ring, e'tibor bering. Va nima uchun u shu yerda turgan bo'lishi mumkin deb o'zingizga savollar bering. Nima uchun kirgan joyingizdayoq qaysidir mahsulotlar turibdi? Nimaga ko'p katta magazinlarga, supermarketlarga borsangiz, aynan shu mahsulotlar kassani oldida turibdi. Bular o'zingizga ana shu yo'q joydan, doimgi narsalardan jumbog'i axtarib, uni javobini topishga harakat qilishingiz, albatta bu ham juda sizni miyangizni faoliyatini oshirishga yordam beradi. Qarang, shuncha sizga hozir tavsiyalar berdim, birortasida bir kitob o'qing, she'r yodlang deb tashlamadim. Bu narsalarni oldin ko'p qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu hozir men tibbiyot tomonlama sizga miyangizni noan'anaviy, noodatiy ishlarni qilish bilan aktivlashga urinishingizni so'ramoqdaman. Bunga kiradi yana misol uchun turli tuman mobil o'yinlar bor. Игра для активации мозга deb Play Marketga Android telefoningiz bo'lsa kirib yozing yoki iPhone bo'lsa iOS magaziniga kirib qarang. Приложение
deaktivatsiya mozga yoki shunchalik aktivatsiya mozga desangiz ham yuzlab o'yinlarni chiqarib beradi. Bu nomiga o'yin bo'lgani bilan u miya uchun ichidagi mashg'ulot. Yanada sizga yordam beradi. Yanada sizni miya faoliyatingizni majburan ishlashga turtki bo'ladi va sizga qiziqarliroq ham. Hozir sizga kitob o'qing, roman o'qing, she'r yodlang desam qiziqarsiz bo'lishi mumkin. Tushunaman sizni, chunki siz zamon bilan hamnafas bo'lib yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki har zamonni o'ziga yarasha qiziqadigan fanlari, faoliyatlari, amallari bo'ladi. Kitobni davri o'tmadi, lekin kitobxon odam uchun kitob shaklida bo'lgani bilan bu hozir o'sib kelayotgan, misol uchun ko'pincha aytishnik bolalarda. Aytishnik bolalar deganimiz bu elektronika bilan sun'iy aqlni birga qo'shib ishlash faoliyatini, ya'ni miyada sun'iy jarayonlarni harakatga keltirish uchun programma hosil qiladigan, elektron bularga impuls beradigan bolalar bular. Misol uchun hozir ekranga qarab o'tirgan videoni ham sizga mana shu shaklda yetkazib berish uchun programmist bolalar, yigitlar shu ilovalarni yaratib sizga taqdim qilib qo'yibdi. Faqat bu kitob o'qib yurgan odam bu narsani qila olmasligi mumkin. Ular yangidan yangi ilm izladi, yangidan yangi usullarni izladi, shuning uchun erishdi bunga. Aytaylik, hozir shunday yigitlar borki, umrida qog'oz kitob ochib o'qimasdan turib, turli joylarda, katta lavozimlarda yoki katta innovatsion texnologiyalarda ishlab yurgan bo'lishi mumkin. Chunki ular elektron kitob o'qigan, chunki ular elektron shaklda ana shu informatsiyalarni o'ziga qabul qilgan. Biz qabul qiladigan ma'lumotlari elektron bo'lsin, yozma bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, miyamiz uni ma'lumot qilib qabul qilaveradi. Eng muhimi, qay darajada, qanday intensivlikda va qaysi kerakli ma'lumotlarni olishingizga bog'liq. Misol uchun kimdir kuniga 3-4 soatlab kino ko'rishi mumkin. Hech qanaqa matra yo'q bo'lgan, o'ziga ertaga foyda bermaydigan va illar qiziqarli qandaydir o'ziga hozircha prikol bo'lgan videolarni ko'rishi mumkin. Yoki kimdir qanaqadir narsani ixtiro qilinganligini, qanaqadir motivatsion, qanaqadir bilim beradigan yoki qanaqadir tibbiy ma'lumot yoki qanaqadir boshqa fan ma'lumotini beradigan video ko'rgan bo'lishi mumkin boshqa odam. Bu odam unga qaraganda kelgusida intellektual yetukroq bo'ladi. Ya'ni uni IQ darajasi mukammalroq bo'lib rivojlanadi. Shunday ekan, bugun sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan miyaga taalluqli aktivlashtirishga oid ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi sizlarga savol qoldiraman. Miyangizni aktivligini oshirish maqsadida siz qaysi uslublardan foydalanib yurgan edingiz? Izohga yozib qoldiring va mana shu uslublardan qaysi birini albatta qo'llab ko'rishga qaror qildingiz, uni ham yozib qoldiring. Хорошо, до связи, всем удачи, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.